dabdabali o'tkazamiz. Eng qimmat ko'ylaklar, kiyim-bosh, javohirlar hammasi sizniki bo'ladi. Men hashamatni yomon ko'raman. To'y qilishingiz shart emas. Sizni to'ysiz olib chiqib ketaman. Axir turmushga chiqmagan qizsiz u. Oyimni davolatsangiz, menga shuni o'zi yetadi. Xo'p. Unda siz nomingizga uy, mashina olib beraman. Faqat men aytganlarimni qilsangiz bo'ldi. Orzularim nahot qushga aylanib, borsa kelmas tomonlarga parvoz qilib ketgan bo'lsa. Bolaligim sen qayerga ketding? Katta bo'lish namuncha azob. Bobom tengi odamga turmushga chiqishim 1000 marta uxlab tushimga ham kirmagandi. Yo'qchilik, nega odamlarning oyog'idan chalasan? Nega yosh qizlarni musibat domiga tortasan? Ha? O'ylanib qoldingiz, tinchlikmi? Hammasi joyida. Anchadan beri kuzatib yuraman. Yigiti bormi yo'qmi shuni bilmoqchi edim. Sovchi qo'ymoqchiman. Haligi Javohir bilasizmi? Lobar unashtirildi. U turmushga chiqyapti. Nima? Ha. Afsuski shunaqa majburiyat yuzasidan shunaqa bo'lib qoldi. Axir opasi bor edi-ku. Hali opasi turmushga chiqmagan. Qanaqa bunaqa bo'lishi mumkin? Javohir, Lobarning oyisi og'ir kasal. Onasining kasalining davosi o'zimizda yo'q ekan. Chet elga borib tuzatish kerak ekan. Shuning uchun shu to'yga rozi bo'lishga majbur bo'ldi. Turmushga chiqayotgan inson yoshi juda ham katta ekan. Juda ham boy badavlat inson ekan. Chet elda o'zim davolataman. O'zim sizlarga yordam beraman. Hamma shart-sharoitlarni qilib beraman deb va'da berdim. Bilasizmi Javohir? Shunday qiz o'g'il ketyapti. U turmushga chiqayotgan inson bobosining yoshi bilan teng ekan. Javohir, shunaqa niyatingiz bor ekan. Nimaga vaqtliroq harakat qilmadingiz? Nimaga vaqtliroq sovchingizni yubormadingiz? Bilmaganim to'g'risi. Opasi borligiga hali beri turmushga chiqmasa kerak deb o'ylagandim. Xullas, Javohir shunaqa gaplar. Endi harakat qilganingiz befoyda. Mayli, siqilmang. Mayli, endi men boray. Havas qilish kerak.